Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Abdulla Avloniy. Dunyoda kasblar ko'p, lekin ular orasida eng ulug'i, sharaflisi o'qituvchilikdir. Boshqa barcha kasblar uning negizida shakllanadi, rivoj topadi. Bugun mamlakatimizda o'qituvchi va murabbiylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish masalasi mamlakat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandiki, buni yurt taqdiri, farzandining ertangi porloq kelajagiga befarq bo'lmagan har qanday inson dildan his etmoqda. Marg'ilon shahar xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish borasida qilinayotgan ishlar, amaliyotga tatbiq etilayotgan ilg'or tajribalar berayotgan samaralar katta. Marg'ilon shahridagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida nemis tilidan dars beraman. Maktabimiz hammaga ma'lumki, Germaniya elchixonasi bilan birga hamkorlikda ish olib boradi. Biz pedagog xodimlar, ya'ni nemis tili o'qituvchilari Germaniya Federativ Respublikasiga borib, malaka oshirib kelishga imkoniyatimiz bor. Bu imkoniyatlar va albatta bizning mamlakatimizda berilayotgan imkoniyatlar yoshlar bilan ishlashimizda ko'p yo'llarni bizga ochib beryapti. Xususan biz o'quvchilarimiz respublika hamda viloyatimizda olib borilayotgan ko'rik tanlovlarda, olimpiadalarda, bilimlar bellashuvida faxrli o'rinlarni olib kelishadi. Ko'plab o'quvchilarimiz Germaniya Federativ Respublikasida o'qib, ishlab kelishmoqda. Xususan o'zim bu yil 2018-o'quv yilida respublika ko'rik tanlovida qatnashdim. Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovida faxrli 3-o'rinni egalladim. Ustozni ulug'lagan, unga qadr bilan munosabatda bo'lgan millat aslo kam bo'lmaydi. Shu jihatdan qaraganda mamlakatimizda mustaqillik yillarida, ayniqsa so'nggi yillarda ta'limga bo'lgan e'tibor, ahamiyat kuchaytirildi. Mamlakatimiz prezidenti o'qituvchi biz uchun alohida e'tiborda bo'lgan shaxsdir degan shiorni olg'a surdilar. Ushbu shior mamlakatimizdagi har bir shaxs uchun dasturul amalga aylandi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda ta'lim sohasiga juda ham katta prezidentimiz tomonidan e'tibor berilyapti. Men o'ylaymanki, bugungi kunda ishlayotgan o'qituvchilarni ham, o'quvchilarni ham baxti bor ekan deyapman. Mana bolalarimiz internet orqali imtihonlar topshirib, chet ellarda o'qib kelishga muyassar bo'lishyapti. Bizdan juda ko'p sohada chet elliklar o'rganishyapti ta'lim sohamizda. Men bundan nihoyatda quvonaman va bugungi kundagi barcha ustozlarga, barcha faxriylarimizga, tantana ishtirokchilariga, butun respublika bo'yicha o'qituvchilarimizga juda ham katta muvaffaqiyatlarni tilayman. Ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturida ko'zda tutilgan ulug'vor vazifalarni Marg'ilon shahridagi barcha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini mazmun jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga tatbiq etish asosiy vazifaga aylangan. Xalq ta'limini tubdan isloh qilish esa ta'lim va tarbiya fidoyisi bo'lgan o'qituvchilar zimmasiga yanada ulkan va ayni vaqtda dolzarb vazifalarni yuklaydi. Marg'ilon shahrida yangi o'quv yilini 2000 ga yaqin ana shunday fidoyi pedagoglar bilan boshlash ko'zda tutilgan. Ularning 22 nafarlari esa oliygohlarni endigina tamomlab kelgan yoshlardir. Bu 2018-yili Farg'ona davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti kimyo yo'nalishini a'lo baholarga bitirib, imtiyozli ravishda Marg'ilon shahridagi 10-maktabga ishga kirdim. Bizga yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib, o'quvchilarga yaxshi bilimlar berib, zamonaviy pet texnologiyalardan foydalanib o'qitishga, bilimlarni yanada chuqurlashtirishga harakat qilaman. O'quvchilarda yurtga naf tegadigan, prezidentimiz ishonchlarini oqlaydigan yaxshi o'quvchilar qilib tarbiyalashga va'da beraman. Har yili yangi o'quv yili oldidan ziyolilar, o'qituvchilar bir yerga yig'ilib, o'tgan yil sarhisobi va oldindagi vazifalar haqida fikrlashadilar. Bu yilgi an'anaviy avgust kengashi noan'anaviy bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 27 yillik tantanalariga ulanib ketgan tadbirning yakuni Ijodkorlar bog'ining yozgi amfiteatrida davom etdi.
davlatimiz, hukumatimiz, rahbarlarimiz tomonidan o'qituvchilarga qaratilayotgan e'tibor, ularning jamiyatdagi mavqeini oshishiga turtki bo'layotgan qator farmonlar, qarorlar, mana shu o'qituvchilarni bugungi kunda ko'tarinki ruhda jamiyatda har bir ishga kamarbasta bo'lib, o'zlarining mehnatlarini, mashaqqatli mehnatlarini safarbar qilishga yana chorlayapti. Biz ma'rifat ahli xuddi shunday chiroyli bayramlarda turib ilhomlanib, barcha o'qituvchilar haqida quyidagi so'zlarni bildirgim keladi. Dunyoda bor shoh fazilat ustozdadir, ustozdadir. Hurmatu ko'rku salobat ustozdadir, ustozdadir. Davrasi boqiy safoli, so'zida ahdu vafoli, har kalom malham davoli. Chin muhabbat ham sadoqat ustozdadir, ustozdadir. Bol kabi pandu nasihat ustozdadir, ustozdadir. Ko'zimdagi gavharim sir, mehr uzra mehvarim siz, mening toju sarvarim siz. Mendagi bu baxt saodat ustozdadir, ustozdadir. Ustozga oddiy muallim deya ta'rif beriladi. Ammo ana shu oddiylik ortida mislsiz buyuklik bor. Ustozga har qancha ta'zim, ehtiromlar kam. Tadbirda ishtirok etar ekansiz, pedagoglar yuz ko'zidagi quvonch, ertangi kunga ishonchni ko'rib quvonasiz. Har bir pedagog, u xoh yosh bo'lsin, xoh katta tajribaga ega bo'lganlari o'z oldilariga yosh avlod tarbiyasiga talabchanlik bilan yondoshish vazifasini qo'yganlar. Mana bugungi kunda yurtboshimizning chiqarayotgan farmonlari, o'qituvchilar, pedagoglarni, ustoz murabbiylarni innovatsion g'oyalar asosida barcha pedagoglar, barcha ustozlar o'zimizni bor kuchimizni, o'zimizni bilimimizni yoshlarimiz tarbiyasiga sarflashga va barcha o'zimizda bo'lgan innovatsion g'oyalarni qo'llab kelajagimiz bo'lgan farzandlarimizni chiroyli tarbiyalab, barkamol inson bo'lishiga hissa qo'shishga harakat qilyapmiz. Kichik bir e'tibor, rag'bat o'qituvchini ulkan maqsadlar sari yetaklaydi. Yosh avlod tarbiyasiga yanada mas'uliyat bilan yondoshishga undaydi. Tantanali tadbirda uzoq yillar ta'lim sohasida ishlagan faxriylar, ayni vaqtda sohada mehnat qilayotgan o'qituvchilarga shahar xalq ta'limi bo'limining faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Ustozlarimiz baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lsin. San'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar jarangi barcha yig'ilganlarni raqsga chorladi. Bu yerdagi shirin diydor, dildan suhbat, oldindagi aniq maqsad esa ertangi yutuqlarga ochilgan yo'ldir. Odamlar jonimga tegmaydi, kimnidir sog'inib yashayman. Odamlar jonimga tegmaydi, ulg'ayib o'stirgan vatandek birovga o'xshagim kelmaydi. Ulg'ayib o'stirgan vatandek birovga o'xshagim kelmaydi. Istiqlol bergan ne'mat shukronasi bugun dillardan tillarga ko'chmoqda. Qadri ulug' bo'lgan tinchlik haqida so'z borganda esa ko'zlar baxtdan chaqnaydi. Dunyoning qaysidir nuqtasida go'daklar o'z hayotini turli ko'ngilsizliklardan omon saqlash haqida qayg'urayotgan bir paytda O'zbekiston yoshlari o'qish, bilim olish, o'rganish, dunyoni lol qoldirishdek shaxt va shijoat bilan bandlar. Mana asl baxt qayerda? Ularga qo'shqanotlik, intilishlariga tole bo'lib tirgak bo'lishdek ulkan mas'uliyatga bel bog'lagan marg'ilonlik pedagoglarga oldindagi muvaffaqiyatlarda zafarlar hamrohligiga ishonamiz.